Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Bag'vat. Bugun videomizda biz kontrni qanaqa qilib server ochishni o'rgatamiz. Qani bo'lmasa ketdi. Hop, hozir biz mana shu qiz bola nikda turursan, chunki qiz bola hozir serverga ko'proq odam kiradi. Hozir birinchi o'rinda mana shunaqa birinchisida bir xil ingliz tili, xullas mana shunaqa birinchisida turganini bosasizlar. Mana bu yerda online degan joy bor. O'sha yerga kirasizlar. Keyin mana bu yerda nechta odam serveringizga kirish mumkin. Menimcha hamma odam bor. Bu yoqqa kiramiz, masalan 12 talik qilamiz va mana bu yerga bosganimizdan keyin mana bu yerda har xil zombi klassik bo'lsa ko'proq odam kiradi. Mana startni bosdik. Yaxshi bo'lsa bu yerda nimani olib tashlab buni ko'p qilib chotki, mana hammasi chotki. Hozir ozgincha vaqt kutildi. Botlar o'ynayotib o'tiradi. Botlar ana kirdi. Private person. Xullas kirdi. Yeni bir adamlar kirib ketadi. Tamam, o qizlar serverga salom deb yoz. Salom. Xullas mana shunaqa qilasiz va serveringizga videoga like va podpiskani bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.